Bema'ni savol bilan murojaat qilmoqchiman. Tramp kuchlimi yoki Si Jinpinmi? Garchi bema'ni bo'lsa-da, yaqinda ular uchrashdi va bu savolga javob qidirishmoqchi bo'lishdi. Siyosatda so'zlar emas, ko'pincha harakatlar gapiradi. Siyosat tili bu jestlarda namoyon bo'ladi. Ularni salomlashishdan to ketgunigacha bo'lgan xatti-harakatlari ustunlikni ifodalab bermoqchi bo'ldi. Dastlab salomlashishga e'tibor bersak, Donald Tramp va Si Jinpin salomlashganda Si Jinpin Trampning qo'lini qo'yib yubormadi. Bu ham bir ustunlikni bildiradi. Ikkinchi harakat esa Tramp tomonidan bo'ldi. U Si Jinpinning qo'lining ustiga "Ukam, men sen bilanman" degan ma'noda harakat qildi. Ya'ni ustunlik pozitsiyasini salomlashishda oldi nazarimda. Mana bu videoga yaxshilab e'tibor bering. Bu videoda esa Donald Tramp o'tirgan kursi bilan Si Jinpin o'tirgan kursining farqi ko'rinadi. Nazarimda Trampning kursi sal pastroq. Bunda Si Jinpin Xitoy Amerikadan ko'ra ozgina balandligini ko'rsatmoqchi bo'ldi chog'i. Siz esa fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Bu shunchaki tasodifmi yoki ataylab uyushtirilgan?